Bo'lmasa ana katta bu bisetkani kashfiyot qilgan odam Shavkat aka bugun kela olmadi. Katta ishlar bilan band, shuning uchun yordamchisi Shuhrat aka. Ana qiyinchilik bo'lmadimi? Qiyinchilik yo'q. Ustamiz kelmagancha taq bo'ldi. Boshqa narsalar bilan kashfiyotlar bilan band. Ana besetkamizni ichini ko'rsatamiz. Ichini ko'rsatamiz. Zakaz qilishlaringiz mumkin. Tagidagi nomerlarga murojaat qilsangiz manzilingizga olib borib o'rnatib beramiz.